Assalomu alaykum hamkor do'stlarimiz. Max Beton and maxsus temir qoliplar yasaydigan korxonamizda yana bitta yangi qolipimiz tayyor bo'ldi. Bu qolipimiz topli tras issiq quvurlar, ya'ni parovoz отоплениялар yuradigan yo'llarda turbalar ketadi, ikki qator turba ketadi. Shuni ustiga yopiladigan maxsus latoy qolipi. 780 ga 630, 780 ga 530. Ikki xil razmerda turibdi bu yerda. Adashmadimmi? Adashib ketmadimmi? 780 ga 680, 780 ga 530 midi? To'g'ri aytibman-a? Bu to'g'ri aytibman. Razmer esimda yo'q, qoraytirib qo'yasizchi. Xullas, latogimiz buyurtmasi tayyor bo'ldi. 3 metr uzunligi, 780 ga 680, 780 ga 530. Xo'p. Buni bitta ochib ko'rsatib beramizmi? Bolalar. Bu parovoz отоплениялар yuradigan turbalarning ustini yopadi. Buni razmerlari 1.20 dan yana 1.20 gacha bo'ladi kattaligi. Bu hozir bizda nomi L4 и L5 degan formalarimizda bu. Bu ham L5 dan qolishmaydi, oddiy L5 ga ham o'xshaydi. Faqat bunda manaqa ozgina bunda kamtik joyi bo'ladi. Ochinglar. Mana yoqda ochsanglar. Hop, mana. Mana shunaqa olib. L5 dan ancha katta bu. Endi buni har xil razmerlari 1.20 dan eng kichigi mana 530. Eniga 530 chiqaradi. Bu 680, bu 530. Nomi L4, L5. Kimga mana shunaqa maxsus temir qoliplar kerak bo'lsa, katta zavodlar O'rta Osiyo bo'yicha Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, hatto Afg'onistondan ham bizga qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Afg'onistonga ham eksport qilib yetkazib berishimiz mumkin. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.